Endi yaxshimi? Rosa ham oshib tushdi-ku. O'zim ishlab turaman. Qimirlama. Siz ikkingiz juda ham yaqin ko'rinasizlar, Shiyi. Tanishtirib qo'ymaysanmi? 他是我哥的朋友。 Hamma narsada zo'r daqo. Akangning o'rtog'imi? Shunday daqo tanishing bo'la turib, nega uni men bilan tanishtirmading? Oqibating yo'q ekan. Hozir ayni muddo. Men Son Vengjuman. Universitet basketbol jamoasiga qo'shilishni xohlayman. Sardor sifatida. Mayli. Basketbol men uchun emas. Odamlar bilan tez chiqisha olmayman. Meni shunchaki aka deb chaqir. Mayli, xo'p bo'ladi akam. Ha, akam rostdan ham kamtar va tortinchoq ekan. Uning tortinchoqligi haqida yanglishyapsan. Nima deb pichirlading? Akangni do'st sifatida meni eshitay. Nima? Men kabi oddiy do'st. Sirlaringni eshitishi mumkin emasmi? Haligi men birdan chanqab ketdim. Hozir borib Aytgancha, menda ikkita sutli choy bor edi. Mana. Bu Axir menga suv olib kelganding-ku. Xizmatga yarasha xizmatda. Haligi, hey aka, men Shiyi bilan tanish ekanligingizni bilmagandim. Men faqat 2 dona olgandim. Oxirgi paytda urfga kirgan 9 izim. Sevishganlar sutli choyi. Biri baxt, biri munosib, juda ham romantik narsa. Bizning xunan yigitlarga gap yo'q. Yo'q, men shunchaki olgandim xolos. Shiyi, xafa bo'lmaysan.